Assalomu alaykum mehribonlarim. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar, kuyov bolalarni mana Pro Max'larni badara qilishda davom etyapmiz. Bugun ham bitta bir fayzli xonadonda fayzli insonlarning to'yini o'tkazgani keldik. Bugun biz Sarmozordamiz, Marg'ilondamiz. Kelin qizni olgani ketyapmiz. Ukamiz 99-yil Nokialardan. Ama oyoqqa turib, baquvvat bo'lib, tili uzun bo'lgan holatda uylanayotgan ukalarimizda. Xizmatni boshladi, xudo xolasa ukam. Instagramda ko'rgansiz, Instagramda ko'rib, mana aka orzu qildim. Mana 3 oy bo'ldi deyaptilar. Kayfiyatlar qalay, jigarim? Ilohim baxtli bo'ling. Mana shu ukamizni bugun billa bizga yordamga mana ukamizni chaqirganmiz, xudo xolasa guvoh bo'lib xizmatdalar, ha? Ukamizga bitta zo'r niyat bo'lsin aka, tilaklardan bo'lsin. Doim baxtli bo'lib, o'zlaridan ko'payib, bundan zo'r kunlar hali oldinda bo'lsin ilohim. Birinchisi Baxtli bo'lsin, birinchisi o'g'il bo'lsin. Ilohim aka, mustahkam baxtiga bo'ling, xudo xolasa. Alloh bersin. Ilohim. Kecha bitta o'rtog'i aytayotdi, o'g'il ko'rsam birinchi kalaskasi mendan devordi-yu. Xudo xolasa. Yaxshi trend qo'ysa bo'lar ekan, shunaqa svидетельlar birinchisiga kalaskani podarka qiladigan qilib. Ha, bo'ldi. Ilohim mustahkam baxt egasi bo'ling, mahalla ko'yda doim oldi bo'lib yuring, xudo xolasa. Eng baxtli oilalardan bittasi bo'lsin oilalaringiz, ilohim, xudo xolasa. Yaxshi kunlaringizda, raddomlaringizda ham xudo xolasa xizmat qilishlik nasib qilsin, ilohim. Kuzatib borayotganlaringiz uchun rahmat. Sizlarga ham xudo xolasa shunaqa chiroyli tantanali kunlaringizda birga bo'lishlik nasib qilsin. Assalomu alaykum. Meni shokoladlarim, marmaladlarim. Ey, ana uylanaman, mana uylanaman. Ertaga to'y deb yurgan jigarchalarim. Xudo xolasa to'ylaringiz yaqin qolyapti. Tayyorgarligingizni ko'ring. Bu mana kuyov bolalar bor, mana uylanayotgandagi mana ko'zlardagi quvonchni nurlarni ko'rib maza qilaman-da. Ey, ajoyibda. O'tdagi nima desam bo'ladi? Energetikani bor-ku. Tasavvur qila olmaysizlar sizlar bor-ku. Eng dahshat bangi ham bunaqa kayf qilmaydi deydi-yu. Faqat shu xursandchiligingizdan, faqat shu kayfiyatingizdan bor energiya olaman men. Ana shu men endi u kayfiyatni men sizlarga yetkazib bera olmayman hozir bevosita. Xudo xolasa sizlarga ham to'ylaringizda xuddi shunaqa qilib bilvosita uchrashish nasib qilsin. Yaqin qoldi shu kunlar. Gazini bosamiz. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun patiska bo'lib tursalaringiz, men sizlardan nihoyatda minnatdor bo'laman. Baqaloqchalarim, uylanish vaqti keldi.